Hozir men senga Tayson bermagan motivatsiyani beraman. Yaxshilab kuzat. Harakat, o'xshamaslik. Va yana harakat, yana o'xshamaslik. Yana harakat, yana o'xshamaslik. Yana harakat, mana senga natija, birodar. Harakatdan to'xtama, natija Allohdan bo'ladi. Prosta sabr qilishni bil, xolos. Shuni unutma, birodar, bu dunyoda hech narsa o'zi harakatsiz bo'lmaydi. Kim nima desa desin, odamlar to'g'ri yurgan yo'lingdan ham kamchilik topishadi. Shuningdek, odamlar gapiga qarab bersang, o'lishing kerak, xolos. Yillab harakat qilyapman, nega menda o'xshamayapti deganlar uchun bu gapni yaxshilab eshitib olsin. Shuni unutma, birodar, Alloh taolo beraman desa ham 1 sekund, olaman desa ham 1 sekund. Agar bergan payt shokka tushirib ham qo'yish mumkin. Olgan payt ham shokka tushirib qo'yish mumkin. Harakatdan to'xtama. Hamma narsa birdaniga o'zidan o'zi bo'lib qolsin deganlar uchun faraz qiling, senga katta boylik keldi yoki katta auditoriya, odamlar senga podpiska bo'lishni boshladi. Boylikdan gaplashadigan bo'lsak, O'zbekistonda nima qiyin, yashash qiyin yoki uy-joy olish, mashina olish qiyin. To'g'ridan-to'g'ri eng qimmat mashina, eng qimmat uy-joy qilasan. Pulim tushsa uytaman yoki butaman yoki o'qiyman. Unaqalar kam, o'zini erta olgan odamlar kam. Pul tushgandan keyin odam shokka tushadi, ya'ni moddiy narsalarga ishlatadi, mashina, uy-joy boshqa narsalarga ishlatadi. To'g'ridan-to'g'ri tushunganingdek, u narsaning ham cheklovi bor, pulni tugashi bor. Katta auditoriyani boshqarish kerak. Seni tanish kerak, bilish kerak. Qaysi soha bo'yicha kuzatyapti, nima uchun kuzatyapti, o'sha narsani bilish kerak. Yoki odamlar seni atpis qila boshlaydi. Shuningdek, bekorga ketmagan harakat, sabr. Harakat, sabr. Natijasi Allohdan. Qiyin erishilgan narsani ketishi qiyin bo'ladi. Shuni bilib qo'y, oson erishilgan narsani ketishi oson bo'ladi. Shuningdek, meni motivatsiyam esa podpiska bosishingda bo'ladi, jigarim. Shu videoni yaqinlaringga jo'natib qo'y.